muvaffaqiyatli CV formasini yaratishga erishdik. Muvaffaqiyatli karyera faqat ta'limga asoslanmaydi, balkim o'z yutuqlaringizni va ko'nikmalaringizni to'g'ri taqdim etishga ham bog'liq. Quyidagi bo'limlarni kiritishni unutmang. Aloqa ma'lumotlari, maqsad yoki o'zingiz haqida qisqacha ma'lumot, ta'lim, kasbiy tajriba, ko'nikmalar va kompetensiyalar, qo'shimcha yutuqlar, volontyorlik ishlari, kurslar va loyihalar. Muhimi do'stlar, chet eldagi ish beruvchilar faqatgina sizni tajribangiz va ko'nikmalaringizga qarashmaydi. Ular sizni ishda nima ilhomlantirayotganini, qanday maqsadlar va intilishlar qo'yganingizni va undan tashqari bu sohada qanday rivojlanishni rejalashtirayotganingizni tushunishni xohlashadi. Ular faqat nomzodni emas, balkim uzoq muddatga o'sishga intilayotgan odamlarni tanlab olishadi. Ish yoki ta'lim tajribasini tasvirlayotganda faqat bajarilgan vazifaga emas, balki erishilgan natijalarga ham e'tibor qarating. Bu sizni haqiqiy o'zgarishlar keltirish qobiliyatingizni anglatadi. Uinvest Groupdan maslahat. Kuchli CV bu nafaqat o'zingizni qanday taqdim etishingiz, balkim maqsadlaringiz va intilishlaringizni ko'rsatib berishingiz. Va Uinvest Group bu jarayonga sizga yordam berishga tayyor.